bizlarning yotgan suvimizda bu Surxondaryo viloyatini Qizilcha qishlog'idan ana olib kelindi. 20 kub. Mana bugun birinchi protsedurasini boshladik. Avvalambor hozir aytganimdek buni yotib olib, keyin ta'riflash kerak. Mana men ta'riflashga hozir ojizman, sababi maza qildim. Hamma tanadagi jimirlayotgan joylar bormi, qimirlayotgan joylar bormi, hammasi qon aylanishini sezyapti odam. Zabsima terapiyani yo'lga qo'yildi. Mana Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida birinchi marta bu protsedura bo'g'im og'ruvlariga kelgan poзвоночник grijlariga, osteoxondrozga juda ham foydali. Olib ko'ringlar. 20 minutdan yarim soatgacha yotishga mumkin. Olgandan keyin juda ham yengil bo'lasizlar. Kelishga tavsiya qilaman. Chelesni ham 5 marta, 10 martagacha olsanglar bo'ladi. Ayollarda, erkaklarda sidik yo'li kasalliklari, infeksiyalarda juda ham foydali. Revmatizm kasalliklarida juda ham foydali. Butun bo'g'im og'riydi. Shu bo'g'im og'rig'iga butun tanasi issiq qizigan qumning ichida yotadi. Maza qildingizmi?